Xayrli kun, hurmatli millatdoshlar. Bugun bizning uchun zo'r bayram. Bizning eng yaratgan, suyukli, eng qadrli kishimiz, aniyimiz Amina Matiulla qizi Ayupovaga 8-mart kunida 75 yosh to'la, deb boshlana Shiratdagi qutlov salami. Qadrli aniyimiz, biz seni tug'gan kuning bilan chin ko'ngildan qutlaymiz. Ona haqi, Tangri haqi diler. Ayy, tekmegine aytilmi bu sizler. Eng a'lo darajada bu turmushda g'aziz atiyanilar tura. Yaqinimiz bizning, ko'z nurimiz. Agar hali bizdan kelsa, senga izilmi turgan uzun g'umr yozdirar edik. Şuşu berilgan g'umringda biz ballag'iniklaringning rahatin ko'rib yasharga yazsin senga Rabbim. Qadrli biz, sen bu dunyoda haykal qo'yarliq zo'r harfdan ana. Turmush iptashing, yaratgan atiyimiz bilan 50 yil birga turmush qurib, 3 bola o'stirdigiz. O'qitib, a'lo turmushlarin qururga yordam etdigiz. Suyukli kishimiz simon ungan, tiynoq, tirish kishi yo'qdirda. Atiyimiz endi yo'q yonimizda, lekin ular bek tatu turmush etdilar. Bizga bilim berib, tartib berib o'stirdilar. Biz ularga bek burishli. Kız balası Naile, balaları Kabir ham Rail bugungi kunda bir-birisine tirak bo'lib zo'r chirikli avlunda yashaylar. Ankayimiz bizga turli yoqdan da o'rnak. U g'adiy turmushda da, xizmat yo'lida da o'zini takomillashtirib yashadi. Ana bar tug'anlar, do'stlar, ko'rshilar da hurmat etdi. Kunlaring qadrli biz shodlik bilan o'tsin. G'amir yo'llaring uzun bo'lsin. Qayg'u hasrat ko'rmay, hamon shulay bizga tirak bo'lib, motor etib yashashingni tilaymiz. Tüplü kengashing, jili so'zing, nurli yuzing uchun rahmat. Rahmat senga barisi uchunda. Bek baxtli anili g'umrlar, ani jilisini to'yib yashaymiz. Kunda bizga baxt tilovchimiz, u eng qiymatli kengashchimiz. Balalari, aniq tug'anlari, jiyilamiz tug'an uyaga. Birlashamiz ani yanında biz 1 minutda o'tmiz ayaga. Tarasdi biz sayın gullari da ani kibib turan naz berib, motor gullar sevib yashayani, bakshasında jiymish istirib. Atiyimiz ko'pdan marhum endi, lekin har shaq bizning ko'ngilda. Marhum parin esga olgan shaqda aniyimiz yashlanalida. Motor g'umr yo'li o'tdilar, ishlarida oldingi bo'lib, o'tgan avlindagina to'g'il, tirayaqda hurmat qozonib. Gül yaxshiga undab o'stirdilar, yaratig'iz deyib dunyoni. Xizmat suyib o'sgangadir balki og'ir tugil turmush uzani. Bugun aniyimizning 75 yoshi. Jiyilamiz ona qadrlab. Har biri bizning rahmat so'zlarini qabul etar ko'z yoshi bilab. Janqaylarin ani tinish bo'lsin. Alda ketsin tag'in g'umrlar. Baxtga, shodlikqa ko'milib yashayib, anili bo'lsin bizning turlar. Eng izgi tilaklar bilan bolalaring Naila, Kabir, Rail, kelinlaring Alfiya, Nuriya, kuyaving Musa, aniqlaring Ali turmush iptashi Naila, Usmon turmush iptashi Olsu, Raila turmush iptashi Ramil, G'aliya, Güzel, Gulnur ham aniqshalaring Shamil, Amira, Safiya, Ramazon ham Kamila. Hurmatli Amina Matiullovna, motor xotin qizlar bayrami bilan da shin ko'ngildan qutlaymiz. Yubileyiz muborak bo'lsin. Aldagi jirni qabul etib oling'iz.
Кояштай көләм, син елмайганда, күңелем елмая.